Assalomu alaykum. Men nevroz bo'lganligim va tuzalib ketganligim haqida sizlar bilan bo'lishmoqchiman. 2014-yil bobomning vafotlaridan keyin bu holat menda boshlangan. Lekin o'zimdagi holatlarni tushunmaganman. Turli xil simptomlar, vahimalar, yomon xayollar rosa qiynardi. Vrachlar EKG, eho, qon analizlari hammasi sog'lomligimni ko'rsatardi. Hech qanaqa muammo yo'qligini aytishardi. Tabiblar mullalar o'qitib ko'rganmiz, lekin hech qanaqa o'zgarish bo'lmagan. Yurak urib ketardi, oshqozon og'riq, bosh aylanish, uyqusizlik, har kun kechqurun panikada bo'lardi. O'lim qo'rquvi, yomon xayollar, ko'chaga chiqolmaslik holatlari bo'lgan. Oradan ancha vaqt o'tib, YouTubedan Bahodir akani videolari chiqib qoldi. Keyin murojaat qildim u kishiga. Ishladik va natijaga chiqdik, Allohga shukr. Ishlab boshlaganimizdan uyqusizlik yo'qoldi. Uyqum yaxshilandi. Asta-sekin simptomlar kamayib boshladi. Oshqozon og'riq, bosh og'riqlar, bosh aylanishlar, vahimalar, qo'rquvlar pasaydi. Ko'chaga chiqib boshladim, kam chiqardim. Yana ishlashda davom etdik, asta-sekin. Hozir mana ishga kirib oldim, hayotga qiziqishim ortdi. Bu holatga kelgunimcha oson bo'lmadi. Bunda yordam berganlari uchun Bahodir akaga rahmat aytaman. Faqat sabr bilan asta-sekin bu holatdan chiqsa bo'lar ekan. Hamma tezroq tuzalib, natijaga erishishini tilab qolaman. Sog' salomat bo'linglar.